Hörmətli televizor көрgüçülər, yaxşımısınızlar? Xəbərlərimizni görüşünlərni qarşı alırıq. Bu yıl Şinjan Uyghur Avtonom rayonu qurulğanlığının 70 yıllığı. 70 yıldan bu yan, bolupmu partiya 18-ci qurultaydan bu yan yoldaş Xi Jinping yadrolıq erki partiya mərkəzi komitetinin küçlük rəhbərlikdə Şinjandakı hər millət oğul qızları qalibdaş bolup, qol tutuşup, ittifaqlaşıp ilgirləb, yeni dövrдәki partiyanın Şinjanı idare qilish tədbiriga başdan axır çiң bağlab, cəmiyyət muqimligi və əbədi əminlik baş nişanını közləb, Tianshanның janub shimolida taraqqiyot to'lqini qo'zg'adi. Stansimiz bugundan boshlab Baxtning asosiy rangi nomli maxsus sahifa ochib, joylarga berib, ko'pchilikka go'zal Şinjandagi ko'zni qamashtiradigan o'zgarishlarni namoyon qilib, har millat o'g'il qizlarining baxtli turmushini his qildirdi. Endi birlikda Ili Qozoq avtonom oblastiga boramiz. Yozdagi ili keng tabiat sayohatchilarga sungan qimmatli sovg'aga o'xshaydi. Bu yerdagi har bir manzara kishini ajoyib maftun qiladi. Bu yer haqiqatan intayin go'zalkan. Yap-yeshil yaylaq, ko'p-ko'k osmon, oppoq bulut, dal men ko'rishni orzu qilgan manzara edi. Hozir Narat 6-oyda kuniga necha 10 ming sayohatchi kutib oladi. Ammo 30-yilning oldida bu kishilar ancha bilib ketmaydigan yaylaq edi. 1990-yili Naratda tunji sayohatchi kutib olish nuqtasi qurildi. 1999-yili Narat manzara rayoni rasmiy qurildi. 2002-yili kirish bilet 30 yuan bo'lib, yillik kirim oralla 300 ming yuandan oshadi. Ayni chaqda kundi ko'p bo'lganda 3-400 sayohatchi kutib olatdik. Sayli qiladiganға daryo jilg'isi yayliqili bor edi. 2011-yili Narat davlat 5A darajalik manzara rayoni bo'ldi. Buning bilan manzara rayoni tez taraqqiyot yo'liga kirdi. Bu fursatni ko'rib yetgan kent aholisi Zhang Dongshang sirtda ishlayotgan yerdan yurtga qaytib kelib 5 eg'iz uyini sahra oromgohiga o'zgartdi. Sayohatchi ko'paygashga tijorat yaxshi bo'ldi. Bugungi kunda u sahra oromgohidagi uyini 30 necha eg'izga yetkazdi. Bu yil u do'sti bilan birlashib oliy oilaviy mehmonxona ochdi. Yataq, tamaq, ko'ngil aytish turlarining hammasi mush yerda bor. Su temperaturasi turaqli ko'lchak, karaoke va jungocha g'arbcha tamaq, kinoxona bor. Tog' manzarasi ko'rinib turadigan esil yataqlarimiz bor. Hamma uyga aql sistemi o'rinlashtirilgan. Sayohat ulaslasini kuchab mukammallashtirib, madaniyat sayohatchilik yo'g'rilgan yankas paltida yangilik yaratib, sayohatchilik mulozimatining sifatini o'stirib, unumini oshirib, 4 fasllik, hamma yoshdagilarga bop keladigan sayohat turlarini yo'l qo'ydik. Narat manzara rayoni hozir sayli sayohatlik qilgan manzara rayonidan istirohat, aram elish, ko'ngil ichish bir gavdalashgan universal sayohat istirohat rayoniga aylanib, 4 fasl sayohati amalga oshdi. Bugungi kunda Il oblastida madaniyat sayohatchilik jo'sh urib taraqqiy qilib 5A darajalik manzara rayonidan ikkisi, 4A darajalik manzara rayonidan 27si barpo qilindi. Dunyoviy sayohat manzili tez qurilib, 100 milliard yuan darajalik sayohat kasbi barpo qilinmoqda. Il oblasti go'zal manzaradan boshqa yana yaxshi ekologiyadan foydalanib, kasb joylashtirmasini uzluksiz mukammallashtirib, So'zik suv, Yeşil tog'dan texmi cho'ng unum yaratmoqda. Hozir usti Quddus echiladigan mazgil. Joylardan kelgan sayohatchilar Gul dengizida sayli qilib, suratga tushib xotir qoldirmoqda. Gül içilish mazgilini tangshash orqali 6-7 oy va 9-oyda usti Quddusni tomosha qilg'ili bo'ladigan bo'ldi. Yilda 2 qatim ichilib, 2 qatim iqtisodiy qimmatga erishadigan bo'ldik. Il oblasti dastlabda qoqasliqni ichib usti Quddus o'stirgan edi. Hozir ko'lamni 100 ming mo'g'i kengaytib, dunyodagi usti Quddus o'stiradigan 3 cho'ng rayonning biriga aylandi. Hamda usti Quddus pishiqlaydigan 20 necha korxona qurib, quritilgan gul, teri asrash buyumlari qatorliq 690 necha xil mahsulot ishlab chiqarib, yillik setish sommasini 160 million yuanga yetkazdi. Yaqinda bu korxona o'z oldiga tadqiq qilib yaratgan vakuumliq sharoitda besimni tavallatib, destillash texnikasi orqali ilgari to'kib etiladigan gul suyini go'harga aylantirdi. Destillash jarayonidagi gul suyida g'ayri puruq bo'lg'achqa ishlatmaydiq. Bu texnika orqali gul suyining puruqini tabiiy gul puruqiga texmi o'xshatib, qimmati bor kirim bo'yimi materialiga aylantirib, 100 unumga erishdik. Il oblasti 70 yillik izdinish, isloh qilish orqali dehqonchilik, o'rmonchilik, chorvachilik, baliqchilikni umumiylik taraqqiy qildirdi. Bir tarafdan tabiiy manzara orqali sayohatchilik gullansa, yana bir tarafda tashqi savdo jonlandi. Qo'rg'as shahrida chegara halqagan yezi eglik mahsulotlari savdosi qiladigan Yu Changjong chet ellik savdogar bilan yangi zakaz to'g'risida so'zlashyotdi. Yu Changjong eng dastlabda kichik yoyma ichib, keyin g'arbiy qismini keng ko'lamda ichish sharq shamilining foydasida yillik savdo sommasini 30% dan ko'p oshirdi. Yu Changjongning savdosi yilining ijodiy saviyasining uzluksiz o'sishi bilan borgan sari so'raydi. Mamlakatning har qaysi joylarida 200 ming mo'g'i yaqin eksport meva o'stirish bazamiz bor. Yilda 6 ming oylikdan ortiq dehqonning kirimining oshishi va ish qurilishiga turtki bo'lamiz. Temir yo'l porti yil bo'yi ichildi. Jongoning g'arbiy qismini G'arbiy Yevropaga tutashtiradigan xalqaro tosh yo'l butun liniya bo'yicha tutashtirildi. Tamojdandan har kuni kech-kunduz oldin kelishib o'tkil bo'ladi. Bugungi kunda Qo'rg'as port orqali kuniga 20 necha Jongo Yevropa xalqaro navbatchi poyezi 1000 yaqin avtomobil 2000 odam qatim yo'lovchi chegaradan kirdi va chiqdi. Bu avat odat yana avtomobil eksporti, chegara halqagan bajdan xali remontchilik, ko'ptillik chegara halqagan bevosita ko'rsatish, xalqaro ixtisoslarni qo'sh yo'lliq tarbiyalash qatorliq yangi andiza, yangi kasb holatini parlaqqa keltirdi.
İl oblasti texmi içivitilgan qiyafət bilan bir balbaq bir yolning yuqori sifatli taraqqiyotida yangi sahifa bitmoqda. Abdunum rayon qurulgan 70 yıldan buyon İli Qazaq Abdunum oblasti turli ishlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarish yasadi. Navbatda taraqqiyotning yangi boshlanish nuqtasida taraqqiyot fursatini chang tutib, yuqori sifatli taraqqiyotda yangi pallaga o'rlashga kuchab turtki bo'lmoqda. Stansimiz muxbiri İli Qazaq Abdunum oblastlik partiya komitetining shujisi Yan Sho'lini maxsus ziyorat qildi. İl oblasti 70 yıldan buyon islohotni iqtisod va jamiyat taraqqiyoti bilan zich birlashtirib, kuchak nuqtasi va bo'si eg'izini to'g'ri tepib, strategiyalik, ijodiy, yetakchi islohot tadbirlarini faol planlab va amalga oshirib, yuqori sifatli taraqqiyotga uzluksiz kuchlik hayotiy kuch qo'shdi. 2024-yil oblastning rayon ishlab chiqarish umumiy qiymati 180 milliard yuandan oshdi. Bu 1954-yil va 2012-yildagining 512 hassasiga va 1.4 hassasiga barobar. Yezgilik kuchlik oblasti strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, ochliq qo'surida uda 8 yil Xinjiang bo'yicha birinchilikni saqladik. Mamlakat bo'yicha tunji million mo'liq tonnalik ko'mi-qo'noq etsiz barpo qildik. Beqilayotgan kala qo'y Xinjiang bo'yicha 2-o'rinda, go'sht, tuxum mahsulotimiz Xinjiang bo'yicha 1-o'rinda turdi. Yeshil konchilik, yezi kentlarini gullantirish, sayyohchilik, port iqtisodidan iborat 4 cho'ng bo'lakni asosli hujum yo'lini qilib, afzal boylikni aylantirish strategiyasini so'riqish bilan yo'l qo'yib, zamonaviy kasb sesmasini dastlabki ko'lamga ega qildik. Yeshillik ilining eng muhim asosiy rangi va aloyiligi. Il oblasti ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yeshil taraqqiyot yo'lida qat'iy eg'ishmay mengib, ekologiya madaniyligi qurilishida ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Shundaqla sharoitiga qarab ish ko'rib, madaniyat sayohat kasbini zo'raytib va kuchaytirib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi motori, yangi afzalligini barpo qildi. Oblast bo'yicha 3.146.000 o'rmon barpo qilinib, o'rmon bilan qoplanish nisbati 1954-yildagi 6.7%dan 13.8% ketdi. Oblastimiz yana Xinjiang bo'yicha ekologiya madaniyligi qurilishi tunji ulgu rayoni va Suzuk suv Yeshil tog'ning o'z boyligi degan ideyani amaliyotda ko'rsatish, yangilik yaratish bazasi qurdi. Ko'ktoqaydagi cho'pon, olma hidi degan naqsha butun mamlakatda olqishlandi. Ishlab chiqarish bilan sayohatchilik, madaniyat bilan sayohatchilikning yuqurma yangi sistemasida faol yangilik yaratib, Xinjiang yaxshi joy, ili güzel sayohat markasini yenimjulandirdik. Il oblasti yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bu chin qoidani puxta egilib, sirtqa echib o'tish yangi andaysini kuchab barpo qilib, echib o'tish tugun funksiyasini sistemlik yuksaltirib, tashqi hamkorlik shaklida yangilik yaratdi. Ipak yo'li iqtisod balbaq yadrolik rayoni muhim tirak nuqtasi va erkin so'risanoq rayoni qurilishini texnik puxta tadbir orqali olg'a surib, har taraflama ko'p qatlamliq, ko'p yo'lliq echib o'tish andaysisi shakllantirdi. Chongo Xinjiang erkin so'risanoq rayoni Qo'rg'os Bilak rayoni 2023-yilda ta'sis qilingandan keyin 1 yildan ko'proq vaqtda 107 turda tunji zakaz, tunji savdoni barliq keltirdik. Tuzumda yangilik yaratish natijamiz Xinjiang bo'yicha oldingi qatorda turdi. Qo'rg'os portining import-eksport yuk miqdori uda 7 yil Xinjiangdagi portlar ichida birinchi o'rinda turdi. 170 necha davlat va rayon bilan savdo aloqamiz bor. Almashtirish, o'zaro ziyorat qilish faoliyatini qanotlaytirdik. Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida turli ishlarda uzluksiz yangi vaziyat yaratishga jasorat bilan turtki bo'lamiz. Muxbirning 6-oyning 13-kuni davlat elektr tori Xinjiang Qomul Tartma suv elektr stansiyasi qurilishini qilayotgan o'rindan egilishicha, elektr stansiyada navbatda 50 necha mashg'ulot masqadan ilgari surilayotgan bo'lib, buning ichida elektr stansiyasining yurik hisoblanadigan yer osti stansiyasi uyi 5-qavatgacha qo'llanib, xizmatning yarimidan ko'proq tamomlangan. Elektr stansiyasi Qomul shahri Ivirg'ul rayonining Tianshan yezisida. Generator umumiy sig'imi 1.200.000 kilovat. Ta'tir yo'nalishlik suv turbinalik 300.000 kilovatlik generatordan 4 o'rnatiladi. Tugün qurilish yuqorqi suv ombiri, tuvanki suv ombiri, suv yetkazish sistemasi, yer osti stansiyasi uyi va Kaygon punkti qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Elektr stansiyasi bitgandan keyin yilga 1.368.000.000 kilovat soat tok chiqarib, Qomulning yangi energiya ichish ishlaridagi darajadan tashqari muqimlashtiruvga aylanib, har yili 733.000.000 kilovat soatini ko'proq shamol toki, yorug'lik volt tokining ishlatilishiga turtki bo'ladi. Bu 239.000 tonnadek o'lchamli ko'mirni tejab, 596.000 tonna karbon oksidini oz chiqarganga barobar. Bu elektr stansiyasi Xinjiangning tok yetkazishdagi boshlanish uch elektr torining bexatarlik to'siqini mustahkamlaydi. Shundaqla tok ishlatish yuqori palla mazgili bilan sus mazgilni tamponlashtirish orqali elektr torining yangi energiyani qabul qilish iqtidorini oshiradi. Yer osti stansiya uy qurilishida bir qavatini qo'llash, qavatma-qavat qo'g'dash tirik o'rnatish texnologiyasini qo'llandik. 9 qavat storoliq bo'shliqda mas mashg'ulot qildik. Buning nozukligiga yuqori talab qo'yildi. Qiyinlik darajasi cho'ng. Navbatda qurish tayyorligi bosqichidagi qurilishning 95%ni, butun qurilishning 40%ni tamomladik. Qurilishni 2028-yilda tamomlab ishga kirishtirishni mo'ljalladik.
Elektr stansiya qurilishi rayon iqtisodining kuchlik motori bo'lish sifatida turtkilik yetakchilik rolini dastlabki qadamda qo'zg'atdi. Mo'ljal hisoblanishicha GDPning 15 milliard yuandan ko'proq, elektr texnikasi jabduq yasamochiligida mas'uliyat qimatining 1 milliard 700 million yuandan ko'proq ishchiga turtki bo'lib, 3600 dan ko'proq ish o'rni hozirlaydi ekan. Növbətdə Qashqar viloyatida kuzgi bug'doy o'rmisi davomlashyapti. Qashqar viloyati dehqonchilik paytini ching tutib, yezgilik mashinalarini tashkillab, yozliq ochliqdan mo'l-mo'l elishga kapolatlik qilmoqda. Qashqar shahri Oqqosh yezisining bozor kentidagi Nurmamat Rehimning 7 bug'doyligida kombayn bug'doy o'rvatdi. Etiz mo'l-mo'l shatliqiga cho'mdi. Bu yil Shindong 60 nomli bug'doy sortini terdim. Dini to'q. Bundan tortilgan un cho'qim yaxshi chiqdi. Bu yil Qashqar shahrida bug'doyning kasallikka taqobilchanligi kuchlik, hosili muqim va yuqori bo'lgan Shindong 60 va Zhongmay 578 nomli sorti terildi. Qashqar shaharlik yezi egiligi yezi idorasining mo'ljallashicha, bu yil Qashqar shahrining bug'doy mo'5 hosili bulturqidan 12 kilogramm atrofida ko'payib, mo'5 o'ttirchi hosili 467,13 kilogramga yetdi ekan. Qashqar shahri texnik yetakchilik mulozimat guruhi qurib, kombayn, o'rish quritish mashinasi, don ayirish mashinasi qatorliq 600 necha yezgilik mashinasini ishga soldi. O'rmini 6-oyning 20 kuni atrofida tugutish mo'ljarlandi. Undan keyin 235 ming yengizga ko'miqonoq terildi. Urug'liq qo'noq, ximiyaviy o'g'itni oldin tayyorladik. Bug'doy o'rmisi tugagandan keyin yezgilik texniklarini asos qatlamga berib yetakchilik qilishga tashkillaymiz. Yengizga ko'miqonoq terishni 6-oyning 25 kunidan burun tugutishga kapolatlik qilib, yozliq ochliqni ambarga kirgizish bilan kuzlik ziroatni vaqtida terishni yo'chiqsiz jepslashtiramiz. Pezvot nayasi bug'doy o'rmisini chang tutish bilan bir vaqtda yengizga ko'miqonoq qatorliq ziroatlarni terishni faol olg'a surdi. Pishqinini udulliq o'rish, o'rib bo'lgan aman yengizga terish andesini qo'llandi. Kombayn Siyalka qatorliq 2300 yezigilik mashinasini ishga silib yozliq yig'im, yozliq terimni tartibga olg'a surdi. Bu yil 2100 mo yerga bug'doy terdik. Bug'doyni o'rib bo'lib, yengizga ko'miqonoq terishgacha bir hafta vaqt ketdi. Hammasini mashinada qildik. Egilischa Qashqar viloyati bug'doyning Shindong 60 nomli sortini asosli tergan. Bu sort baldur pishadigan, hosili ko'p, kasallikka, qurg'oqchilikqa taqobilchan bo'lishdak alayidlikka ega. Qashqar viloyati 3285 kombayn, 1771 mangan bog'lash mashinasini ishlab chiqarishning birinchi sepiga o'rnashtirib, yozliq ochliqning yig'ishga tegishlikini to'liq yig'ish, terishga tegishlikini to'liq terishga haqiqiy kapolatlik qilgan. Kalpin nahiyasining laylatqini tozalab etiz barpo qilish turi yer boyligi yoshirin kuchini muvaffaqiyatli qo'zg'atdi. Navbatda laylatqini barpo qilingan 5300 mo bug'doy tajriba etisida mo'l-mo'l elindi. Cho'ng tipdagi kombayn bug'doy o'rib, don samanini tez ayirib, avtomobilga qachilayotdi. Bu yil bug'doy yaxshi o'sdi. 5300 mo bug'doyni 10 kun atrofida o'rib olamiz. Kalpin nahiyasi davasida cho'ng o'tir tipdagi suv omboridan uychi bor. Uzun yil laylatqi yig'ilish sababidan suv omborining sig'imi kichiklab ketgan edi. Gazlik bozoriga bevosita qarashliq yerni etish turi bo'lgan laylatqini tozalab etiz barpo qilish turi 2023 yil 10-oyda boshlandi. Turda 2 bosqichga bo'lib qurilish qilindi. Jumladan, birinchi qarorliq turdagi 10400 mo yerni tuzlash qurilishi jarayonida yuqori o'lchamli etiz qurilishi talabiga asosan suv tejab, temitib, sug'urish qatorliq zamonaviy yezgilik texnikasi faol kirgizildi. Hamda tuproq sufati umumyuzlik yaxshilandi. 2024 yil 5-oyda 500 necha mo tajriba etisiga ziroat terildi. Shu yil mays unish nisbati 95% ketib, har mo yerdan 3,8 tonna silos ko'miqo'niq elindi. Şinjan Suvchilik Suv elektr pallar akademiyasi sho'rliq yerni tuzashning unumlik yo'li ustida faol izlanib, temitib sug'urish, o'z qilmay terib, namdab o'stirish qatorliq texnika vositasi asosida yuqori unumda suv tejashga mos keladigan temitib sug'urib, maysa o'stirish yangi texnikasini tadqiq qilib chiqib, sho'rliq yerni tuzashda eng tuvan tanarx bilan eng yuqori unumga erishdi. Maralbeshi nahiyasidagi tajriba etizga bu yil 3-oyda terilgan yozg'iqcha checheklab ilgirki unumsiz sho'rliq yer qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Bir oy yaxshilash orqali tajriba soliq ma'lumotidan terish sharoitining hozirlanganligini bildik. Kuzgi bug'doy qichining hozirgi o'sish ahvolidan shu yili yaxshilab, shu yili terib, shu yili usul elishni amalga oshirg'ili bo'ladiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Maralbeshi nahiyasi Taklimakan qumliqining chetida uzoqdan buyon tuproqning sho'rilishish ahvoli qiyin masala bo'lib kelgan. Nahiyadagi 50% yer osti suyining har litrining minerallashish darajasi 2 grammdan yuqori bo'lib, yez egiligining taraqqiyotini og'ir darajada cheklab qo'ygan. Maralbeshi nahiyasi yaqinqi yillardan buyon tuzliq suvni tuzsizlashtirish hamda o'si qilmay terib namdab o'stirish, suv tejab temitib sug'urish qatorliq texnikalar orqali sug'urishga ishlatilgan suv yetarlik bo'lmasligi ahvolini tuzdi. Biroq yana yangi masala ko'rildi. Suv tovan eqindagi rayonga eqib borgandan keyin yer osti suyining o'rni o'rlab, yer yuzi sho'rlashib, ziroatlarning suv va oziqlikni qabul qilishiga ta'sir yetkazdi. Shinjang Suvchilik Suv elektr pallar akademiyasi temitib sug'urish texnikasining taraqqiyotiga birlashtirib, yuqori unumda suv tejashga mos kelish asosidagi
Şinjandakı temitib sug'urib maysa o'stirish yangi texnikasini tadqiq qilib yaratib, korxona bilan hamkorlashib Janubiy Şinjanda umumlashtirdi. So'lya yopiq yepish va ko'p qitim temitib sug'urish orqali zayni chiqarib maysa unish nisbatini oshirdik. Şinjandakı 3dan 1 qismdan ortiq terilgan yerda o'xshash bo'lmagan darajada sho'rlashish masalasi mavjud. Temitib sug'urib maysining o'sishini ilgari surish yangi texnikasi orqali yaxshilangandan keyingi sho'rliq yerdagi hosilning 10% dan 15% gacha eshishi mo'ljallandi. Bugun 22 qitimliq Dunyo qon taqdim qilguvchilar kuni. Bu yil qon taqdim qilib, umid beg'ishlab, qo'l tutishib hayotlikni qutqizish bosh tema qilindi. Abdunum rayonimizdagi joylar ko'p xil shakldagi tashviqot faoliyatlarini tashkillab, kishilarning xolis qon taqdim qilishining muhimligiga bo'lgan tonishini o'stirdi. Abdunum rayoni Qizil Kiris jamiyati Urumchi shaharlik qon markazi bilan birlikda yuzlagan odam qon taqdim qilib, mehr shafqat yetkazish faoliyatini qanday xizmatchilar va fidoyilar naq maydonda ommaning savollariga savarchalik bilan javob berib, ko'pchilikning qon taqdim qilishga oid andisini tugatib, muvofiq yoshdagi texim ko'p sog'lom kishini xolis qon taqdim qiluvchilar qo'shiniga qo'shilishga chaqirdi. 18 yoshga kiriblar xolis qon taqdim qilish fidoyilar qo'shiniga qatnashib, texmi ko'p yordamga ehtiyojli kishiga yordam berib, qimmatli hayotlikni qutqizishni o'yladim. Şinjan kasbiy dashudan pensiyaga chiqqan o'qituvchi G'ayrat Qodir 1987 yildan boshlab xolis qon taqdim qilgan, 30 necha yildan buyon 30 ming millimetrga yaqin RH Mampi AB tipli qon berib, nurg'un kasalning hayotini qutqizib qoldi. U yana mushkay qini qutqizish atirtini tashkillab, dam olish kunlaridan foydalanib qon taqdim qilish bilimlarini tashviq qildi. Shahar aholilari yoshlarning salomatligiga yor bergan ahvolda qon taqdim qilish safiga qo'shilib, boshqalarning hayotini qutqizishga kuch chiqarishini umid qilaman. Savan shahri, Kucha shahri, Tomshoq shahrining tashviqot faoliyatida har millat omasi qon taqdim qilish atirtiga bas-basda qo'shilib, issiqqina orqali ijtimoiy mas'uliyatini ado qilib, oq ko'ngillikni tomirda oqqizdi. Hammamiz jamiyatning bir a'zosi, kuchimizning yetishicha illiqlik yetkazib, ahamiyatli ishlarni qilishimiz kerak. Bu qilishga tegishli ishimiz. Texim ko'p kishini qon taqdim qilishga chaqiraman. 800 ml qon taqdim qildim. Qon selishdan bir umr haqsiz bahrilanayman. Oilamdagilarmi avval bahrilanaydi. Bortala oblastida o'tkazilgan faoliyatda 2022-2023 yillik mamlakat bo'yicha xolis qon taqdim qilish to'ypi mukofotining oltin mukofotiga erishgan 12 fidoyi, kumush mukofotiga erishgan qon taqdim qilgan 24 fidoyi, mis mukofotiga erishgan 63 fidoyiga mukofot tarqatildi. Mamlakatlik əmgək namunatçısı Bayınğulun Jiangtao Nongge elektronluq soda çəklik şirkətinin məsulü Tao Dongfeng teriş, pichiqlash, setish birlashtirilgan bütün kasb zanjiri andizisi barpo qilib, shu joydagi dehqonlarni kirimini oshirishga unumli yetaklab, Şinjanning a'lo sifatli yezigilik mahsulotlarini butun mamlakat bozoriga kirgizishga turtki bo'ldi. Tao Dongfeng bir qancha kundan buyon korxonalarni tashkillab, joylardagi kooperativlar bilan udilishib, tuman korxona, tuman kentni gullantirish bo'yicha qo'shmaqlashish, yordam berish harakatini qanot yaytirish bilan aldirash bo'ldi. Shirkat ulgi bazasi, kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan manfaatga bog'lash gavdasi barpo qilib, dehqon oilalarining bozor xavfiga taqobil turishiga yordam berdi. Elektronlik savdo tilga ilinsa, gapni 2015-yildan boshlashga to'g'ri keldi. Yezigilik mahsuloti savdosi qildigan Tao Dongfeng, Korli shahridagi bir dehqonning chilinining setilmay turib qolganligini anglab, urug' tuqqan do'stlarini Undidor chamirkiga chiqarib tashviq qilishga safarbar qildi. Oxiri dehqonning chilonlari setilib tugadi. Shu ishdan keyin Tao Dongfeng yezigilik mahsulotlarini to'rda setib, to'r orqali Şinjanning o'zgacha yezigilik mahsulotlarini setish yo'lini ochdi. U ko'p yillardan buyon uzuksiz izdinish orqali aloqa to'ri, kooperativ dehqon oilasi, elektronlik savdo birgavdalashgan andiz barpo qildi. Skladda saqlash, zakaz tushirgan kasbiy supa, kasbiy ashyo obroti bor bo'lgan transport sistemasining g'arbning mevasini sharqqa to'shish andizisi orqali shu joyning o'zgacha yezigilik mahsulotlarini Şinjan sirtiga yuzlantirdi. Şirketning to'rda yillik setish sommasi 10 million yuandan oshadigan 2 markasi 3 mingdan ortiq kishining ishga o'rnatishiga turtki bo'ldi. Shirkat yurishtirayotgan Jiangtao Nongge aloqa to'ri bilan cho'ng sonliq ma'lumotni birlashtirib, elektronlik savdo mulozimatiga kuch qo'shish bir gavda turi Şinjanning 2024-yillik sanoat aloqa to'ridagi munavvar misol tizimiga kirgizildi. Hamda ko'plagan korxonaning yezigilik mahsulotlarining bozor raqobat kuchini oshirishiga yordam berdi. Men yezdida tug'ilgan dehqonlarga oson emasligini bilaman. Shunga elektronlik savdo orqali Şinjanning a'lo sifatli yezigilik mahsulotlarini setib, yurtdoshlarning bag'an siri yaxshi turmush kechirishiga kuch qo'shishni o'yladim. Tao Dongfeng korxona taraqqiyotiga turtki bo'lish bilan birga ommaviy farovonlik ishlariga faol qatnashdi. Hozirgacha ijtimoiy farovonlik ishlariga ishlatishga hadiya qilgan pul 800 ming yuandan oshdi. 1500 odam qaytam elektronlik savdo bilimlari bo'yicha tarbiyaladi. Qiyinchiligi bor 450 kishining texnik mahorat egilishiga yordam berdi. Texnika saviyamni o'stirishga, xizmat unumini oshirishga tirishib, Şinjanning texnik ko'p a'lo sifatli mevalarini butun mamlakatga yuzlandiraman. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat, xayr xo'sh.
天地与我一身，而万物与我为一。万物各得其和以生，各得其养以成。不合则而语，不分离而裂，这是古老智慧的一脉传承，这是文明之光的灿烂新生。为人类共同的绿色梦想凝聚共识，在穿越时空的连结之中相融相生。你看，那昨天曾仰望的星辰大海，正向我们奔赴而来。天气凉了，你要多喝温水哦。爸爸，记得把高血压的药吃好。好，好，好。妈，要记得多喝水呀。妈妈，我来。奶奶，您喝水。哎，好，乖孩子。关爱，有时候就是一杯水的温度。қызғылық, 호샬ық, 이끈ық。我是河狸公主初文文。你家的参战者美人鱼。我超级喜欢打篮球。Bu қызғылыққа xaslıq толған чехерлі, еңі, тәсірлі hikoyalar. Har bir odam o'z usuli bilan, o'z orzusi uchun tirishib kurash qildi. Biz o'z usulimiz bo'yicha ustimizga elib, o'z usulimiz bo'yicha tang bahramon bo'ldik. O'z usulimiz bo'yicha bo'ysundirdik. O'z usulimiz bo'yicha qizg'in so'ydik. Eng yaxshisi yanıla o'zingiz. Dal boshqalarga o'xshamaydigan o'zingiz. Eng yaxshi o'zingiz dal asli maqsadga sodiq bo'lib, g'oyangizni amalga oshirishga tirishayotgan o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Balkim sizning qiyofatingiz Xinjiangning qiyofati, sizning qiyofatingiz Jungoning qiyofati. Nice to meet you. 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 Xinjiangdagi illiq chehrlar. Faces of Xinjiang. Yoshlikda hech ish qilmay yetishmaydigan ish yo'q. Bugungi programmamizda biz bir necha yoshni tanishtiramiz. Ular qisqagina yoshlik bahorini cheksiz julalandirganlar. Biz Tianshandagi ayol palvonning qilish o'ynatgandagi ulug'vor irodasidan cheksiz iftixorlik qilamiz. Klassik gitar bilan o'rinlangan jungo va chet el naqshlarini aytamiz. Yana vatanning tog' daryolarini aylanib chiqish qasam qilib 10 ming chaqirim yo'l yurgan velosiped mayrining hikoyasini anglaymiz. Ular taqdirga tan bermaydigan jasorati bilan, orzu qarab butun kuchi bilan otlang'uchilar. Sizningcha jungo kompasi nihoyat sirliq, shundaqmi? O'rganishdas, tushunish qiyin. Bugun sizga bir necha sekundlik bir gumpa o'rgatib qo'yay. Qandaq? O'rganolmadingizmi? Ha, hech qisi yo'q. Men 5 yil ilgari gumpa o'rganishga boshlagan. O chaqda 21 yoshda edim. Ali maktabda praktik qilganda zavodda Charlesga o'xshash burmoq bilan hapilishdim. Charles bekmi zerikishlik his qiladi. Men shunday his qildim. Uning ustiga bu men erishmoqchi bo'lgan turmush emas edi. Kinodagi Charles bilan ayol bosh personaj eng oxirida yo'q yurtlar sargardon bo'lib yuradi. Men qilichimni o'ynatib, dunyoning o'chitiga bormoqchi bo'ldim. Shuning bilan men plan tuzib, sodiq qaysi iqimdagilarni ustoz tutish to'g'risida o'ylandim. Shaolin iqimi, Wudang iqimi, yana Omei iqimi. Eng oxirida men Tianshan iqimiga tayanmoqchi bo'lib, Tianshan iqimidagilarni ustoz tutdim. Tianshan iqimidagilarni ustoz tutishimga sabab Tianshan iqimidagilar har qaysi iqimning alayligini o'ziga mujassamlagan ekan. Eng muhimi uyimga yaqin.